Bozorimiz hop Termizdagi Afg'on bozoridan olinyapti. Bemalol ko'rib hozir videoni o'tkazmasdan ko'rib tursangiz, narxlarni bittadan ko'rsatib o'tib ketaman. Hop, ko'p narsalar arzon narxda sotilar ekan, bemalol kelib xarid qilishingiz mumkin. 2,5 ga 3 metrlik standart gilamimizni hozir savdo qilyapmiz. Hop, nech pul qilib berdingiz aka buni endi? Mana bizni kanal nomimizda promosiya o'zimiz kelib turibmiz hozir. 75 dan kam bermaydim. Bizni kanal nomimizga 70 ming berdim mana. Taqilgan narxi 70 ha? 70. Haqiqat qalin ekan-a? Qalin. Akani o'zida promosiya o'zi afg'on qozonlari ham bor. Afg'on qozonlarini xarid qilmoqchi bo'lganlar uchun ham hozir narxini bitta ko'rsatib o'tib ketaman. Aka, narxlar qanaqa hozir bitta ko'rsatib o'tib keting. Litrga qarab narx har xil ekan. Litrga qarab. Buni ish puli. Bu 20 litr 380 ming. Mana 3 litrligi 135 ming. 5 litrligi bo'ladi. 5 litrligi 160 150 beraman. Mana 8 litrligi tekis 200 qilib beraman. 15 litrligi bu 10 litrligi 230 ming. Yana 15 litrligi bu 15 litrligi har xil razmerlari bor ekan. Xudo xolasa o'zimiz ham akamizdan chiroyli narxlarda xarid qildik. Bemalol kelib sizlar ham zo'r narxlarda xarid qilib ketsalar bo'lardi. Bozordan действительно arzon qilib berishadi. Mana gilamda assortiment ko'p.